Bismillah. Xo'p, ukam tushuntir, nima bo'lgan bu singlimizaga, qizimizga? Bu qizni taniysizmi? Yo'q. Bu hozir videosini qo'yib beramiz. Bu qizga telefon bersa yig'lab, Qur'on bersa xursand bo'lgan qiz. Ha, yo'q, o'sha internetda aylanib Ha, internetda million prosmotr bo'lgan borku, shu qiz. Keyin uni doktorlar, "Yo, bu nima, falaj bo'lib qoladi, tuzalmaydi" degan ekanda. Allohning fazli bilan necha yosh bo'ldi? 4 yoshgacha mana tuzalib kelyapti, Alloh taolasi. O'zbekistondan 3 kun bo'ldimi kelganingizga? 3 kun bo'lishibdi kelishganiga. Bu qizchamizni boshida kista, ya'ni o'simta bor ekan. Burosida operatsiya bo'lgan, oldin aka qarang, boshlari shishib ketganda, buni O'zbekistonda operatsiya qilishgan. Mana mashitdan kesib, polniy mana shu bo'ynidan kesib, qorniga apparat qo'ygan, boshidagi suvni tortib turish uchun. U suvni tortib, siydik yo'l bilan chiqib ketar ekan. Lekin bu narsa vaqtinchalik bo'lganligi uchun operatsiyaga olib kelishgan $20,000 pul ketadi deyishgan. Lekin bu kelganlardan keyin tekshirtirishsa, buni boshida kista bo'lganda. Hozir operatsiya uchun, bitta operatsiya uchun $40,000. Bitta operatsiya bilan o'xshamaydi. Ikkita operatsiya yoki 3 ta operatsiya qilish kerak. Unga 60,000 undan ko'proq pul ketadi deyishgan. Endi hozir bular $20,000 pulligi bor-ku. Nima qilishni bilmasdan hozir keling bizga shunda 40,000 bo'lsa ish bitadimi? $40,000 aka. O'zimizni yordamimizni qo'limizdan kelgancha qilaylik. Keyin baribir bizning obunachilarimiz ham menimcha yordam bersa kerak. Men aniq bilaman yordam beradi. Chunki o'zimizga og'irlik qiladi. Shunaqa saxovatpesha akalarimiz ko'p. Inshaalloh, agar sizlar ham qilsanglar, qo'shmoqchi bo'lsanglar, xohlasanglar, karta nomer qoldiramiz. Tashqari. Mana shu shartlarni bajarayotganimizni eshitishdi Abdurahmon akalar. Ibrohim ikkaloviligisi o'zligisini ataganini berib ketishdi. Keyin mana shu qo'limga topshiraman. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Abdurahmon aka, Ibrohim ukam, baraka topinglar. Bu shart bizga edi, lekin baribir qarab turish olishmadi. Shunaqa ko'pchilikning hissasi bo'ladi. Inshaalloh, befarq bo'lmanglar. Mana shu videoga like bosib, tarqatib qo'ysanglar, inshaalloh shu qizcham tuzalib ketgandan keyin savob, ajr savobini olaverasizlar. Sizlarga kattakon rahmat.